Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga kichkina dush kabinaga chiroyli yechim qilib berganmiz. Videoni oxirida ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerga oshxonaga tergalizga qo'yib berganmiz. Umuman hech chiqarmaydi. Tillarang aksessuarlarga qo'yganmiz. Mana bu yerda polni tergalovkani ochilmaydigan qilganimizda kirib chiqish qiyin bo'lardi. O'shaning uchun ochilib yopiladigan qilganmiz. Mana bu rezinkalar qo'yib suv o'tmaydigan qilib berganmiz. 3-dush kabinamiz. Bitta qo'lda ochiladi, plavniy yumshoq yuradi. 304 markali nержавейка aksessuarlarga qilganmiz. Ya'ni chetida rezinkalari bo'ladi. Umuman suv o'tkazmaydi. Telefonning oynasiga kimga agarda shunaqa eksklyuzivniy dush kabina tergalovka kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.